20:05 boshlaymiz xudo xolasa. 20:05 boshlayveramiz. Allohning izni bilan birinchi strategiyamiz haqida gaplashamiz и еще keyin xudo xolasa ikkinchi strategiyamizga o'tamiz. Eng premium strategiya deb ikkinchisini aytayman. O'shaning uchun ikkinchisi uchun kutinglar. Xudo xolasa обязательно juda ham yaxshi anaqa bo'ladi. Suhbat bo'ladi bugun. Allohning izni bilan. Bizani bugungi swing strategiyamizni tanishtiradigan birodarimizni hop ovozlarini yoqib qo'yaman. Hop, tanishinglar, Nizomjon aka, xudo xolasa bizani shogirdlarimizdan. Bu kishi bizani strategiyamizda asoschilaridan bittasi. Bugungi birinchi strategiyamiz asoschilaridan bittasi, xudo xolasa shu strategiya haqida bugun sizlarga daskanalniy ma'lumot berib o'tadi, xudo xolasa. Nizomjon aka, sizni mikrofonlaringizni yoqib qo'ydim. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hop. Bo'ldi, boshlayveraymi? Hozir 1 daqiqada boshlaysiz, xudo xolasa. 20:05 da boshlaymiz. Hamma kirib xudo xolasa, chatimiz boshlangandan. Xo'plar. 2 daqiqa kutamiz, qolganlarni ham kutib qo'yamiz, xudo xolasa. Hop, yakunda o'rtoqlar M-Trade akademiyasini, M-Trade komandasini qanaqa o'zgarishlar kutayotgani, ularni qanaqa yangiliklar bilan demak, kun kechirayotgani to'g'rirog'i, ya'ni qanaqa yangiliklar ustida ish olib borayotgani haqida gaplashamiz sizlar bilan. Xudo xolasa juda ham yaxshi strukturalar haqida tanishtiraman bugun sizlarni. Ancha manfaatli bo'ladi sizlar uchun. Xudo nasib qilsa. Xabaringlar bor, biza men o'zim to'g'rirog'i komandam bilan birgalikda Forex komandalariga nisbatan, to'g'ri Forex komandasi demay, Forex o'ziga nima deydi? Boykot e'lon qilganman, to'g'risi. Mana shu narsani targ'ibotini yoyib boryapman, imkon darajada harakat qilyapman. Forex sistemasidagi hamma kletkalarni ochishga harakat qilyapmiz, Allohning izni bilan. Odamlar shundan keyin ham Forexda qolishsa, endi men bilmadim endi. Roppa rosa nima deydi, aniq tanib qo'yishgan bo'ladi, xudo xolasa. Nima deydi, biz nima deydi, qo'shtirnoqchida biz уже bo'ldi, tamom bo'lganmiz degan narsani. Imkon darajada mana shu narsadan olib chiqib ketishimiz kerak. Botqoqlikda bu juda ko'pchilik. Bugun bir ajoyib kishi bilan suhbat qurdim. Xudo xolasa o'sha suhbat bilan ham sizlarni tanishtiraman inshaalloh. Chat yakunida. O'shaning uchun oxirigacha bo'lib tursanglar, qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa Allohning izni bilan juda ham manfaatli bo'ladi hammamizga. Xo'p, Nizomjon aka boshlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Men mikrofonni Assalomu alaykum. Bemalol ekraningizni yoqib tanishtiraversangiz bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga, ayollar bilan. Xo'p, ustoz, xo'p. Mana hozir yoqib ekranni. Ko'rinyaptimi ekran? Zo'r ko'rinyapti. Zo'r aka ko'rinyapti, xudo xolasa. Ko'rinyapti hozir. Xo'p. Bu strategiyamiz asosan fraktal nomlanadi. Indikatorimiz fraktal nomlanadi. Buni hisob kitoblarini chiqargan. Bu natijalar indikatorimizda. Misol uchun hozir Apple aksiyasida birinchi natijalarni aytib olsam, undan keyin hisob formulasi qanaqa hisoblanadi, nimaga asosan savdoga kiradi, keyin uni qaysi aksiyalarda foydalansak bo'ladi, o'sha tushuntirib. Hop, birinchi natijalari mana. Hop, Apple aksiyasida 2019 ta savdoda $12,000 topgan. 70% profit bor. $12,000, $10,000dan $12,000 topgan bir yil davomida asosan. Bu depozitga nisbatan 120% o'sish bu katta natija. O'z yillik hisoblarga ko'ra qaraganda. Endi boshqa aksiyalarni ko'ramiz. Misol uchun Palantir aksiyasida. Palantir aksiyasida bunda 21 ta savdodan 21 ta savdo ichida asosan $5,380 foyda topgan. 76% profit. Bu 76% ya'ni 100%lik savdodan 7% asosan natija bergan. Qolgan 24% stop-loss turgan, boshqa bo'lgan, asosan 76% effekt bergan. Keyingi aksiyamiz Famous aksiyasi. Bunda ham 12 dona aksiyadan $1,000 topgan, $1,046. Bunda 41%. Keyingi aksiyamiz Tesla aksiyasi. Bunda asosan savdolar ko'p, misol uchun yil davomida asosan uzoq muddatda olingan, qaysi paytda o'xshagan, qaysi paytda o'xshamagan shularni ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun mana
Bu joyda ta'sir qilgan joyi yangiliklarga bog'liq joylarni e, ko'p ko'p holatlarda foydadan chiqqan asosiy profitga 49%. Bunga qo'shimcha fundamental analiz qo'shib turib tahlil qilsa juda zo'r foyda beradi. Asosiy indikatorning maqsadi swingga ishlash, ya'ni uzoq muddatli haftalik, 3 kunlik, 4 kunlik yoki oylik savdolarda ishlash uchun foydalanadi indikatorimiz vaqtida. Shunda ko'rib bo'ladiki, asosiy yangilik paytlarida 2023-yilda qanaqadir yangilik bor edi, esimdan chiqib qoldi. Shu paytlarda bozorda qulash bo'lgan, o'zi aksiya anchaga tushib ketgan narxlari. Bundan paytlarda savdo qilingan foydaga chiqqan. Keyingi aksiyamiz Inot kompaniyasi. Bu kompaniya chip ishlab chiqarish bilan bog'liq sun'iy intellektlar bilan ishlaydi. Bunda profit 62%, $1,000 foyda qilgan. Bunda pashti zarar yo'q, pashti stabil daromadda chiqqan. Keyingisi Intel kompaniyasi. Intel kompaniyamiz ham 15 ta savdoda $2,665 foyda chiqqan, profit 53%. Keyingi aksiyamiz SMC. SMCda ham xuddi shunday. Misol uchun asosiy ko'rsatayotganim ko'p aksiyalarda strategiya voqealar $200, $500 aksiyada keyin SMC kompaniyamiz $30 aksiya. Shu qaysi biri effekt beryapti, qaysi biri kamroq foyda bo'lyapti. Asosiy yuqori kompaniyalarni ko'rsatyapti. Shularda taqqoslangan, ya'ni ertaga $500 aksiyada qancha foyda bo'ladi, $30 da effekt beradi, shunaqa savollarga javob berish uchun har xil kompaniyada ko'rsatyapman. Mana misol uchun SMCda $2,278 topgan, bitta savdo mobaynida 54% profit. Keyingi firmamiz, aksiyamiz Akad firmasi. Hop, $2,156 foydaga chiqqan. Bu kompaniyani bir dona aksiyasi $20. Yuqorida ko'rib turganimizdek narxlari balandroq aksiyalar shundan pastga qarab keyin qaytib kelyapti. Keyingi CRMda natija juda zo'r bo'lgan. $1,000dan $10,000dan $11,000 foyda topgan. Bunda ham pashti zararga kirish yo'q. Teslaga o'xshab haligi profit yuqori pastga tushib zararga kirish yo'q, faqat foydadan chiqqan asosiy yil davomida. Hop, aksiyalarimiz shu asosiy. Mas ko'pchilik foydadan chiqqan. Endi keyingi narsamiz indikatorimizni sinagan ishlash mohiyati. Ishlash mohiyatini tushuntiradigan bo'lsam, bu chiziqlar. Chiziqlarimiz asosiy qarshilik zonalar vazifasini bajarib beradi. Ya'ni bizga bo'lajak bozorda kelajakda tahlil qilishimizga yordam beradigan narsalar. Ya'ni qaysi narxga boradi, qaysi narxdan tushib ketadi, keyin qaysi biridan reaksiya oladi, shularni bilib olsak bo'ladi. Misol uchun hozir Apple aksiyasiga ko'rib o'tamiz. Apple aksiyasi mana ochib oldim. Center narximiz bunga asoslanib turib qolgan grafiklar belgilanadi. Ya'ni 45 gradus, 90 shu qarshilik zonalarni qo'yib olamiz. Bularga nom berib qo'yilgan xolos asosiy narsasi. Endi strategiya mohiyati shunaqa bo'ladi. Qarshilik zonalariga qarab turib savdo ideyasini beradi. Formulamiz, indikatorimiz xuddi shu tartibda ishlaydi. Ya'ni bozor reaksiya olayotgan joydan signal beradi. Mana misol uchun maytdan qaytgan, agar vaqti buzib o'tsa, indikatorimiz signal beradi. Kami 45 qarshilik zonasigacha borib beradi deb shu mobaynida hisoblab beradi o'zi asosiy formula buni. Asosiy shu. Endi bizni indikatorimiz holatda dushanbaga ko'rinish tayyor bo'ladi. O'sha ko'rinishi buy sell xuddi trade indikatoriga o'xshab turib signal chiqargan bo'ladi. Mana narxdan kiriladi, bu narx ketiladi. Bu stop loss marka qo'yiladi, shunaqa hisoblanib beradi. Endi u dushanba kuni ham tayyor bo'ladi. Shu joyi asosiy misol uchun strategiyani tushuntirdim. Endi qiladigan ishimiz qaysi aksiyalarda asosan ishlaydi. Bu volatillik yuqori kompaniyalarda, ya'ni savdo ko'p bo'ladigan, hajmi katta bo'ladigan kompaniyalarda, keyin asosiy $30 yoki $30larda ko'pincha bo'lmaydi. Misol uchun $30dan baland ishlasa bo'ladi. $40, $50 yaga ketaveradi. Asosiy effekt beradigan shu. Ustoz shu edi strategiya mohiyati. Nizomjon aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Juda ham qisqa setupda tushuntirib qo'ydingiz. Endi tinglovchilar bu narsani juda ham yaxshi tushundimi yo'qmi bilmadim. Lekin yakuniy xulosa sifatida aytaman, strategiyani natijasi juda ham bomba. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim swing uchun. O'zi swing strategiyalarining natijasi juda ham yaxshi bo'ladi.
Men endi o'zim juda ko'p ma'noda aytaylik qanaqadir ma'noda swing strategiyalar bilan ko'p shug'ullanmayman, lekin Alloh rozi bo'lsin Nizomjon akadan swing strategiyalar bilan shug'ullanyapti. Bu juda ham yaxshi. Bu bizani sistemamizda ancha-muncha o'sish bo'layotganini ifodalaydi va natijalari juda ham ko'zni quvontiradigan darajada bo'ldi. Endi xudo xolasa indikator tayyor bo'lsa, kanalga joylaymiz. Xudo xolasa M-Trade nomi ostida. Alloh rozi bo'lsin Nizomjon akadan avvalo. Mana shu narsani inobatga olib qo'yamiz o'rtoqlar. Kelayotgan dushanba kuni hammamiz o'sha strategiyani ta'mini totib ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz, ya'ni indikator ko'rinishda. Uni ko'rinishi qanaqa siklda bo'ladi, qanaqa tartibda bo'ladi, uni loyihasi qanaqa shaklda, bular to'g'risida ham dushanba kuni podrobniy ma'lumot beriladi sizlarga, kanalga tashlab beriladi xudo xolasa. O'shaning uchun kanalda aktivlikni yo'qotmaymiz. Dushanba kuni xudo xolasa soat 8 lar atrofiga tashlaymiz. Kechki taraf soat 8 lar atrofida tashlaymiz. Hamma uchun xudo xolasa ma'qul keladi degan umiddaman. Xo'p, Nizomjon aka, siz uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Strategiyangiz avvalo hammaga manfaatli bo'lsin, xudo xolasa. Ana endi o'rtoqlar, men o'zim xudo xolasa, menimcha ekranim yaxshi ko'rinyapti hammaga. Xudo xolasa. Bitta plus qoldirib yuborsanglar, ovozim, ekran hammasi haqida, chunki gruppada ovoz eshitilmayapti, ovoz yo'q-ku degan komment qoldirilgan ekan, o'shaning uchun ozgincha anaqa bo'lib qoldi, sal noo'rin variant bo'lib qoldi. Bitta plus qoldirib yuborsanglar, iltimos. Chat suhbat uchun degan bo'limda. Ovoz yaxshimi hammasi? Zo'r rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Xo'p, endi men o'zimning strategiyamga o'taman. Xudo xolasa, endi meni strategiyam deb shaxsiylashtirib olmay, bu strategiyaning egasi bor albatta. Birgalikda qilindi shogirdimiz Azbek tomonidan. Xudo xolasa, ushbu strategiyani sizlar bilan tanishtiraman. Va bu strategiya o'rtoqlar penny strategiyasi hisoblanadi. Ekraniga ko'rinyapti, penny stock savdosi uchun strategik indikator degan narsa. Ovoz Mr. Rustam Ne'matov, ovoz yaxshi emasmi? Ovoz. Agar bir kishida yaxshi bo'lmasa, bu o'sha kishining o'zining muammosi bo'ladi. Agar umumiy hammada yaxshi bo'lmasa, u meni muammoyim bo'lib qoladi. Zapis ham qilinyapti, xudo xolasa. Zo'r rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Juda yaxshi. Xo'p, bugun sizlar bilan penny stock savdosi uchun strategik indikator haqida gaplashamiz. Bu strategiya to'g'risini aytaman, shogirdim Azbek tomonidan ishlandi. Juda ham yaxshi ishlandi. Xudo xolasa, penny stocklar uchun indikator qidirib yurganlar bo'lsa, ayni mana shu strategik indikator sizlar uchun yechim bo'la oladi degan umiddaman. Va bu strategiyani mohiyati, ishlatish uslubi juda ham oson. Juda ham oson. Xudo xolasa, hammanglarga bir juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Nima uchun bunaqa deyapman? Sababi penny stocklarda day trade qilish xohlaydiganlar ko'p. Penny stocklarga qiziqadiganlar bormi oranglarda? Penny stock bilan ishlaydiganlar, ya'ni qiymati kichik bo'lgan kompaniya aksiyalari. Bizlarda treyderlar orasida juda ko'pchilik pennylar bilan ishlaydi. Nimaga desa, bizda kapital muammosi bor. Juda ko'pchiligimizda kapital muammosi bor. O'shaning hisobiga bizning oramizdagi ko'p treyderlar, aynan stock marketga qiziqadiganlarning hammasi penny stockga o'tib ketishyapti. Ya'ni katta aksiyalarda penny stock, kichik qiymatli aksiyalarga o'tib ketishyapti. Chunki ularda volatillik juda ham yuqori. Yuqori volatillik bo'lganligi hisobiga ularda natija qilish uchun nima deydi, imkoniyat chegarasiz, xudo xolasa, endi chegarasiz deb aytsak bo'ladi. O'sha natija qilish uchun eng yaxshi variant deb o'ylaymiz. Aslida natija qilish uchun eng yaxshi variant, lekin ziyon qilish uchun ham eng yaxshi variant. Mana shu narsani unutmaylik, o'rtoqlar, treyderlar. Xo'p, demak, penny stock savdosini, demak, strategiyasini tanishtirish bilan boshlayman. Xo'p. Tuzuvchilar haqida ozgincha ma'lumot beraman. M-Trade akademiyasi hamda Azizbek Maqsudov tomonidan, shogirdimiz tomonidan tashkillashtirildi bu. Ushbu indikator sizga savdoingizni rivojlantirishda hamda o'z vaqtingizni tejashda yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Lekin eslatib o'taman, bu indikator bu moliyaviy maslahat emas. Har qanaqa holatda ham o'rtoqlar, strategiyani ishlatayotgan paytingiz bo'ladimi, strategiyadan foydalanayotgan paytingiz bo'ladimi, любой strategiyadan foydalanayotgan paytingizda обязательство e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, risk har doim o'zimiz bo'ynimizda. Risk har doim o'zimiz bo'ynimizda. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Indikator ko'rinishi o'rtoqlar quyidagicha. Mana hamma uchun, demak, manfaatli indikatorimiz ko'rinishi quyidagicha. Hozir buni men albatta TradingView'ni o'zida ham ochib ko'rsataman. Chat yakunida sirazi hammanglar uchun ushbu indikatorni kodini tashlab beraman sirazi gruppaga. Bemalol podключ qilib hammanglar penny stocklarda foydalansanglar bo'ladi. Ko'rinishi quyidagicha. Buni plus tarafi trendlarni o'zi chizib beradi. To есть gorizontal trendlar, ya'ni SNRlarni o'zi chizib beradi. Breakout zonadan keyin siz savdoga kirasiz.
Savdoga kirish nuqtangizgacha o'zi beradi. Take profit 1 bilan take profit 2 nuqtalaringizni ham o'zi avtomatik tarzda beradi. Qo'shimcha siz uchun mana shu narsani olsa bo'ladi degan instrumentni olishingiz uchun qo'shimcha ravishda sizga mana bu yerda 6 ga yaqin indikatorni natijasini sizga avtomatik ko'rsatib turadi. Zelyoniy bo'lsa yoki o'sha mana bu kulrang sifat bo'lsa, kulrang bilan zelyoniy aralash ko'proq bo'lsa, mana shu paytda sразу olib olsanglar bo'ladi. Lekin krasniy svet ko'payib ketgan bo'lsa, уже olish kerak emas. Mana narx harakati уже bu yoqqa o'tib ketib qolgan, e'tibor beringlar. Narx harakati o'ng tarafga o'tib ketib qolgan, men chizib ko'rsataman. Hop, panda chizmani. Mana bu yoqda o'tib ketib qolgan, уже bu yoq krasniy bo'lib ketgan hammasi. Mana e'tibor beringlar, qizil bo'lib ketgan. Bu payt уже olmaymiz degan. O'zi oladigan paytda hammasi o'sha kulrang va yashil sifat rangga o'zi aylanib ketadi tez-tez. Mana shu indikatorlarni hisobidan kelib chiqib biz sразу o'sha aksiyani penny stockni olishimiz mumkin. Penny stockni o'rtoqlar olishimiz mumkin. Xo'p, endi davom etamiz. Ana endi indikatordan qanday foydalanamiz? Bu haqda ozgincha men leksiya o'qimasam bo'lmaydi, sababi indikatorni ishlatishni o'zini alohida uslubi bor, o'zini alohida shakli bor. Ya'ni indikatorni to'pa qo'yib qo'ydim bo'ldi, любой pennyga tiqdim, ishlab ketadi degan narsa yo'q. Uni kriteriyalari bor, o'ziga xos kriteriyalar. O'sha narsalarni yoqsakkina, o'sha narsalarni islatsakkina ushbu strategiyadan biz unumli foydalana olamiz. Strategiyani natijasi juda ham yaxshi. Xudo xolasa sizlarni demak joninglarni og'ritmaydi degan umiddaman. Ya'ni bitta stabillikda ishlasanglar, stabil daromad qilish imkoniyatini siz uchun yaratib beradi. Bitta stabillikda ishlasanglar, stabil daromad qilishni demak yo'l yo'rig'ini sizlarga demak yaratib beradi ushbu strategiyamiz. Ushbu strategik indikatorimiz. Xo'p, birinchi bosqich tayyorgarlik. Xo'p, savdoni boshlashdan oldin albatta hammani qurol aslahasi joyida bo'lishi kerak. TradingView platformasida quyidagi sozlamalarni o'rnatishimiz aniq asosiy sabab bo'lishi kerak biz uchun. Birinchi navbatda endi boshlayotgan trading sohasini endi o'rganmoqchi bo'lganlar uchun 5 daqiqalik time frame yo'q qo'yishni maslahat beraman. Chunki M5 da ishlashlik o'sha traderlar uchun psixologik jihatdan sinov bo'lmaydi. Ya'ni ular tayyor bo'ladi, bemalol qo'rqmasdan savdoga kira oladigan, vaqt ajrata oladigan, ya'ni endi boshlang'ich novichok traderlarda shunaqa bo'ladi. Qaranglar, men qanaqa tasvirlab beraman buni. Ana plusga chiqib ketib qolgan paytingizda yopish kerak degan holat bo'lganda qo'llar qaltirab, nima deydi, kerak bo'lsa blokerlar ishlamay qolib, tugmalar ishlamay qolib, telefonlar qotib qolib yoki tugmalar qotib qolib qanaqadir ma'noda shuna hodisalar yuz bermasligi uchun mana shunaqa holat bo'ladi. Mana shunaqa holat yuz bermasligi uchun aynan 5 daqiqalikni biz eng maqbul yo'l deb tanladik. Va eng tezkorlar uchun endi 1 daqiqalikda natijasi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Lekin shunaqa bo'lsa-da, o'sha 1 daqiqalik ishlaydiganlar bu juda ham agressivlik va tezkorlik talab qiladi. Bu uchun men aytaman, siz novichok trader bo'lishingiz kerak emas, kamida 2 yillik yoki 1 yillik mutaxassislikka ega bo'lishingiz kerak trading sohasida. Xo'p, keyingisi indikator biz yaratgan PC Manager V9 kodi o'rnatilgan bo'lishi shart. Albatta o'sha anaqa PC Manager V9 kodi, ya'ni aynan o'sha bizning indikatorimiz sizda o'rnalgan bo'lishi shart. Endi va foydalanishingiz kerak bo'lgan narsa hech qanaqa Heikanashi yoki narx harakatini qanaqadir lineyada foydalanish emas, balki обязательно candlestickda o'tkazishligingiz shart. Candlestick bo'lmasa foydalanib bo'lmaydi. Endi oltin qoida, eng asosiy foksilarni qaratishinglar kerak bo'lgan eng oltin qoida mana shu yerda. Biz faqat katalizatori bor aksiyalarni qidiramiz. Esinglardan chiqmasin. Haqiqatda katalistik ma'lumoti bor bo'lgan kompaniya aksiyalarigagina invest qilamiz. U qanaqa bo'ladi? O'sha kompaniya aksiyasida aniq yangilik bormi? Unda volume shakllanganmi? Aylanmadagilar aksiyalari kammi? Ya'ni low float'i 20 milliondan kamroq bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki agressivlik, volatillik yuqori bo'lishi uchun kompaniyani float'i, ya'ni bozordagi qiymati, aksiyalarning qiymati 20 milliondan kamroq bo'lishi kerak. Ana o'shanda biz undan nima deydi? Unumli foydalana olamiz. O'zi любой penny stockda foyda keltirishi mumkin, lekin aslida yana ham yaxshiroq foyda keltirish uchun float'i kamroq bo'lishi kerak. Tushunarli? Float qanchalik kam bo'lsa, shunchalik zo'r o'xshab beradi. Allohning izni bilan. Xo'p, chunki nimaga bunaqa deyapman? Sizlarni hammanglar eng kamida $100 bilan savdoga kirasizlar. $100 emas kerak bo'lsa, o'sha $50 bilan ham savdoga kirishinglar mumkin. Eng ko'pi bilan to'g'ri aytadigan bo'lsam, maksimum holatda 1000-2000 pennida ishlaydigan odamlar, pennida ishlab yurgan odamlar bilishadi bu narsani. Eng ko'pi bilan 1-2 mingdan ortiq pul kiritishmaydi penniga. Chunki uni yo'qotishi eng kamida xuddi FX dagi slivga o'xshash bo'ladi. FX dagi sliv kabi nima deydi? Ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni psixologik sizga shunaqa ta'sir qilishi mumkin.
Endi har kun ertalab aksiya qachon qidiriladi? Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz o'rtoqlar. Bu birinchi bosqich edi, oltin qoida. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqich aksiyani qaranglar, qidirishda, screening qilishda eng qattiq foydalanishingiz kerak bo'lgan nuqta har kuni ertalab soat 9 dan 9:30 gacha bo'lgan muddat hisoblanadi. Ya'ni bu qanaqa muddat desa, bu Amerika vaqti bilan, ya'ni bizning vaqt bilan 7 dan 7:30 gacha. Buning uchun nima qilasiz? Buning uchun TradingView'ni stock screener yoki top gainers ochib olasiz. Top gainers ochib olasiz Webull'dagi. Buni qanaqa qidirasizlar, qaranglar. Bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Tak, hozir bir daqiqa. Teskari qilamiz. Qaranglar, Webullga o'tamiz. Webullga o'tganingizda mana Webull platformasi. Ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Bitta plyus qoldirib olaylik iltimos. Otib qolmadingmi? Bitta plyus. Oralarda kimdir bitta plyus qoldirsa ham bo'ladi. Hammalar plyus qoldirishinglar shart emas. Zo'r, yaxshi. Молодец, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Xo'p, qanaqa bo'ladi qaranglar, e'tibor beringlar. Webull platformasida mana bu yerda Top Gainers degan bo'lim bor. E'tibor beramiz hozir. Market bo'limiga o'tsanglar mana. Mana shu yerdan Tops degan bo'limni tanlaysizlar. Mana shu Top Gainers degan joy ochiladi. Top Gainers ochsanglar, u qachon ochiladi? Endi hozir mana 8:30 bo'lib ketdi vaqt. Bu bozorda hozir aktiv vaqt bo'lib ketgan, hozir yurishda davom etyapti aksiyalar, o'tib ketgan vaqt bu vaqt. Bizga eng kerakli vaqt o'rtoqlar o'sha soat 7 dan 7:30 gacha bo'lgan vaqt. 7 dan 7:30 gacha bo'lgan vaqt. Ya'ni hozir bozor ochilishi 7:30-da-ku. O'shanda yarim soat oldinroq qidirishni boshlashimiz kerak. Mana shu Top Gainers ochib turib, mana shu kriteriyaga mos bo'lgan kompaniya aksiyalarini qidiramiz. Ya'ni o'sha ro'yxatda bor bo'lgan kompaniya aksiyalarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. O'zi ikki marta birortasini tanlasangiz, mana ro'yxat sразу kelib chiqadi. O'shani ochib olib, mana M5 yoki M1 ni ochib olasizda mana. E'tibor beringlar mana. Masalan, mana ACGA degan kompaniya aksiyasi bor mana. E'tibor beringlar mana. Top Gainersda bu bozor yopiq holatda ham Top Gainersda bo'lgan o'zi aslida mana. Mana bu yerda chunki mana topga chiqqan, yuqoriga otgan bozor mana. Topda bo'lgan. Nima uchun topda deyapman mana? U kechasi bozor yopilgandan keyin ham pre-marketda o'zida 17-20% atrofida bo'lgan yurgan mana. E'tibor beringlar mana. Keyin o'zi 27% gacha yurgan yoki yarim soat oldin esa mana bunaqa holatda bo'lgan mana. Yarim soat oldin, bozor yarim soat oldida mana bunaqa holatda bo'lgan. 58-65% holatda yurgan bo'lgan. Mana shunaqa kompaniya aksiyalari kerak. Mana shu Top Gainersdagi eng kuchli yurgan aksiyalar kerak bo'ladi. Ular chunki kun ochilgandan keyin ham yurish ehtimolligi bor bo'lgan kompaniya aksiyalari sirasiga kiradi. Shoshilish kerak emas, chunki Top Gainersda yurib bergan aksiya bozor ochilgandan keyin teskarisi bo'lib oqib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'shaning uchun shoshish kerak emas bu joyda. Обязательно e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa sekinlik bilan, spokойство bo'lib, bizga indikator signal bermaguncha hech qanday holatda savdoga kirmaslikni maslahat beraman. Tushunarlimi? Hammasini ochib qo'yib, Webullda shunaqa imkoniyat bor. 10 talab, 20 talab ekran ochib qo'ysanglar yoki TradingView'ni o'zida ham 2-3 ta ekranni birdan ochib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa qilib qidirgan ma'qulroq. Eng ma'qul variant shu. Xo'p, tak. Davom etamiz, qaranglar. Biza keyin change pre-marketda kamida 5% dan yuqori bo'lgan kompaniyani qidirishimiz kerak. Eng kamida 5% dan yuqori yurish kerak va relative volume, ya'ni o'sha pre-marketda o'zida ham kerak bo'lsa, volume yuqori bo'lib ketgan bo'lishi kerak. Ya'ni 2 barobar yuqori bo'lishi kerak. Narxi esa $5 dan kamroq bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bu kompaniya bu strategiyada bu indikatordan foyda olish uchun eng kamida $5 dan kamroq bo'lgan kompaniya aksiyalarini tanlash kerak. Narxi $5 dan arzonroq bo'lgan kompaniya aksiyalarini tanlash kerak. Keyingisi exchange. Albatta o'sha kompaniyalar New York Stock Exchange'ga yoki Nasdaqga tegishli bo'lsin. Обязательно. Keyin ro'yxatda eng chiroyli grafik va yangilikka ega bo'lgan 3-4 ta aksiyani tanlab olasiz. O'sha sizda chiqqan kompaniya qatorlarida, masalan, mana Webullda chiqdi-yu bizda. Qara Webull mana, Webullda chiqdi mana. Nechta bor bu yerda taxminan? 10 tadan ko'p bor mana shu yerda. Mana shu 10 tadan ko'pini ichida 3-4 tasini eng ko'zingizga yoqqan tanlab olasiz. Masalan, menga juda ham yoqdi, chunki bozor yopilayotgan after hourda juda ham yaxshi agressivlik olgan. Дополнительный plus bozor ochilgandan keyin ham, o'sha pre-market ochilgandan keyin ham yaxshigina yuqori yurib beryapti. Yaxshigina yuqoriga yurib berganligi hisobiga bu bozor ochilgandan keyin normalniy mana состояниеda yurib ketyapti. Mana e'tibor beringlar, penny stockka. Penny stockka. Обязательно mana hozir chatda kimdir yozdi, halolligiga ham e'tibor berishlik, halolligini ham eslatib o'ting. Albatta, o'rtoqlar, sanab o'tayotgan kompaniya aksiyalarida albatta musaffadan tekshirib olinglar. Musaffa приложениесida yoki shunchaki bizning botimiz bor. M-Trade akademiyasining boti bor. Uni bemalol qo'shib olsanglar bo'ladi o'zingizlarning lishniy gruppalarga. Lishniy gruppalar bo'lsa, o'sha gruppaga qo'shib olib turib, o'sha yerda halolligini tekshirib olsanglar bo'ladi. Men yakunda kerak bo'lsa bitta ko'rsatib beraman qanaqa qo'shishni. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, o'shanda 3-4 tasini saralab olamiz. Keyin 3-chi bosqichga o'tamiz o'rtoqlar. Eng muhimi mana shu 3-chi bosqichda yana sabr va kuzatuv.
9:30 dan 9:45 gacha. Ya'ni bu degani Amerika vaqti bilan 9:30 dan 9:45 gacha. Nima qilishingiz kerak? Soat bizlar 7:30 dan где-то 7:45 gacha 15 daqiqa vaqt davomida qo'l yuzi tugmadan tortib o'tiring. Signal berishini обязательно kutib o'tiring. Chunki nimaga desa, chunki dastlab 15 daqiqada havaskor savdo qiladi. Nimaga? Ya'ni men qolib ketyapman degan odam savdo qiladi-da, hammasi shatta-shatta kirib oladi bozorga yoki boshqa holat bo'lishi mumkin. O'sha 15 daqiqa, birinchi 15 daqiqada kompaniyada nima bo'lishi aniq bo'ladi o'zi xudo xolasa. Bozor juda ham o'zgaruvchan bo'ladi. Bizga aniq chegara kerak bo'ladi. Chunki bizning indikatorimizda avtomatik ravishda bizani high va low nuqtamiz aniq ko'rsatiladi. High va low nuqta indikator o'zida aniq ko'rsatiladi o'rtoqlar. Chiziqlarni chizishni kutamiz. O'sha chiziqlar paydo bo'lishini kutamiz va o'sha chiziqlarni breakout qilishiga savdoga kiriladi. Qachon kiriladi desa, qachonki o'sha chiziqlarni breakout qilishiga savdoga kiriladi. Ya'ni mana quyidagicha chiziq mana. 4-bosqich hujum o'rtoqlar, eng asosiy bosqich mana yana bir. Qanaqa bo'ladi? Soat 9:45 dan keyin haqiqiy ov boshlanadi, ya'ni. Anaqa juda ham chiroyli so'zlar bilan ifoda qilgan Azizbekga bu uchun rahmat aytaman. Prezentatsiyani ham u yigitimiz tayyorlab bergan biz uchun. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun, sizlar uchun qaranglar qanaqa addushi mehnat qilingan. Xudo xolasa hammalarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Natijasini обязательно biz bilan ulashinglar. Bu narsani biz xudo xolasa ustida yana ham bosh qotiramiz. Xo'p, kirish signallarining barchasi bo'lishi shart. Обязательно breakout narx 15 daqiqalik yoki 5 daqiqalikda yashil chiziqni, bu yerda endi 15 daqiqalik debdi, aslida 5 daqiqalik, adashib ketgan bo'lsa kerak. O'sha 5 daqiqalikda highni kuch bilan yorib chiqish kerak. Ya'ni impuls bilan yorib o'tish kerak va VWAP, обязательно VWAP degan chiziq paydo bo'ladi. Bitta VWAP turadi. VWAP sariq chiziqdan yuqorida bo'lishi kerak. Bitta ko'k chiziq o'sha VWAP bo'lishi kerak. Volume pastda hajm ustunni ko'taradi, ya'ni relativ volume 2 barobar ko'proq bo'lishi kerak. O'zi sizda 2 baland deb ko'rsatib turadi. Bizning anaqa jadvalimiz bor. O'ng tarafda kichkina jadvalchamizda u narsa ko'rinib turadi. Indikator ekranda buy yoki sniper entry degan yozuvni chiqarsa, bu yerda qayta tasdiq bo'lishi kerak. Agar qayta tasdiq bo'lmasa ham re-add yozuvi paydo bo'ladi. Yashil fonda. Ya'ni tasdiq bo'lishini kutish kerak bo'lgan jarayonda bu. Mana shu narsalar paydo bo'lgandan keyin siz savdoga sirazi kirsangiz bo'ladi. Signal chiqqan zahoti market order bilan sotib olishingiz kerak. Pengerlarda bilasizlar, limit order bilan olish qiyin. Tezroq olish kerak. Market orderda olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Market orderda olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p. 5-bosqich esa bu endi eng glavniy bosqich desam, men mubolag'a bo'lmagan bo'laman. Nimaga? Chunki risk management savdodan chiqish kerak bo'lgan nuqta. Pozitsiyaga kirishingiz bilan indikator sizga 3 ta chiziq chizib beradi. 3 ta chiziq bu stop, take profit 1, take profit 2. Faqat shu chiziqlarga amal qilgan holatda konkretni amal qilish kerak. O'rtoqlar esingizdan chiqmasin. Men sizlarga hech qanaqa signal kanal va'da bermayapman. Signal kanalda aytaylik, nima deydi, foydalaninglar demayapman. Chunki signal kanalda ham aytaylik narxlar aniq beriladi-da. Bunda ham aniq narxlar berilyapti. Hamma holatda ham siz nima deydi, riskingiz o'zingizni bo'yningizda, ya'ni manage qilish o'zingizni bo'yningizda qolib ketadi. Mana shu narsaga e'tibor qilgan odam, обязательно mana shu narsalarga amal qilish shart. Chunki bunaqa bo'lmasa, ertaga o'sha peshona teringiz bilan ko'chadan topgan $1000 $10,000 qilaman yoki 50,000 qilaman. Endi 10,000 50,000 qilish sal tush bo'lib ketdi-yu. 10,000 pulingizni, to есть $1000 50,000 qilish. $1000 aytaylik 3,000 2,000 qilib oyma-oy yoki $500-400 dan yechib turaman degan maqsadda kiritgan pulingizdan qaytamiga oyma-oy $500-400 dan zarar qilib qo'ymang demoqchiman. Keyin o'zingizga qoida qilib oling mana shu narsani. Umid qilish treyderning dushmani hisoblanadi. Eng asosiy narsa. Umid qilish treyderning dushmani hisoblanadi. Agar siz o'sib ketadi, xudo xolasa tushib ketdi, endi o'sishini kutaman deb umid qilib o'tiraversangiz, ishoning bunaqa umid qilishlaringiz soni chegarasiz bo'lib ketadi. Ketma-ketiga ko'tarilib ko'payib ketaveradi-yu, lekin hech qanaqa kamaymaydi. O'shaning uchun ko'paymasdan oldin обязательно mana shu narsalarni oldini olinglar. Xudo xolasa hozir indikator ko'rsataman, o'rtoqlar sizlar yozyapsizlar. Rahmat Alloh rozi bo'lsin hammalar uchun. Hozir endi ko'rsataman indikatorni. Yuqorida grafikda rasmini ko'rsatib ketdim. Endi xudo xolasa men qanaqa foydalanish bo'yicha ham yo'riqnomani ko'rsatib ketaman sizlarga. Обязательно bu narsa. Xo'p, zapis bor. Xudo xolasa bemalol o'ylanmasanglar bo'ladi. Zapis qilinyapti. Xudo xolasa YouTube'ga qo'yiladi. Buni linkini ham tashlab qo'yaman. Xudo xolasa imkon darajada harakat qilaman tezroq montaj qilib videosini chiqarishga. Ulgura olmasam ertaga chiqadi videosi. Xudo xolasa ulgura olmasam videosi ertaga chiqadi. Xo'p.
Endi qaranglar o'rtoqlar, yana bitta narsa, asosiy narsa. Stop lossga narx keladi-yu. Stop lossga narx keladi. Stop lossga narx kelgan payti ana shamni yopilishini kutmanglar. Stop lossga kelgan payti shamni yopilishini kutmanglar. Ya'ni qanaqa bo'ladi desa, mana misol hozir indikator ko'rinishini ko'rsataman sizlarga. Bu indikatorda mana bunaqa ko'rinishi bor. Endi men hozir sizlarga ochib ko'rsataman, xudo xolasa. Xo'p, qaranglar qanaqa bo'ladi. Misol aytaman. Endi Tesla'ni ochib qo'yganman, aytib buyurmaysizlar. Lekin bu Tesla'da foydalanilmaydi. Bu Tesla uchun kerak emas aksiya. Misol, mana bu yerda stop chizig'i paydo bo'ldi. Stop chizig'i paydo bo'lganda o'rtoqlar e'tibor beringlar. Ko'pchiligimiz xato qiladigan narsa, juda ko'pchiligimiz xato qiladigan narsa. Mana bunaqa candle tushadi-da, mana. Candle tushadi. Candle tushganda, misol yopmaydi ko'pchilik. Soyasi kelib ketadi mana. Stopni urib ketgan o'sha soyasi. Lekin hali tanasi bilan yopilmadi-yu deb o'ylaydi. Bunaqa qilmanglar. Soya ko'rindimi? Bo'ldi, siraz yopinglar. Shamni o'zini tanasi bilan emas, soyasi ham tayog'i bitta paydo bo'ldimi? Chunki juda ko'pchilik kuzatuvimdan ma'lum bo'lgan narsa, juda ko'pchilik treyderlar hech qanaqa holatda hard stop qo'ymaydi. Hard stop nima degani desa, savdoga kirgan paytda stop lossni joylashtirib qo'ymaydi. Savdoga kirgan paytda stop lossni joylashtirib qo'ymaydi. O'sha narsa o'sha treyderlarning muammosi bo'ladi. Endi mana shunaqa odamlarga men maslahat beryapman. Shamni tanasi bilan yopilishini kutmasdan, обязательно soya bitta kelib ketdimi? Yuqoridami hali? Yopavering. Birodar, yopavering. Mana shu yerdan yopaverish kerak. Mana qizil. Yopaverish kerak. Nimaga yopish kerak deyapman. Chunki keyingi tana bundan ham vajohatli bo'lib mamnuqa tushsa, unda siz stopga ham ulgurmay qolgan bo'lasiz. Mana bu joyga ulgurmay qolgan bo'lasiz. Bu sizni endi dushmaningiz bo'ladi. Oppa. Tushundingizda, o'rtoq? Mana shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Endi strategiyani ko'rsatishdan oldin bitta savol beraman. Bitta plyus qoldirib olinglar. Ovozim qanaqa? Kadrlar qanaqa ko'rinyapti shu haqida. Bitta plyus qoldirsanglar bo'ldi. Hammalar qoldirishinglar shart emas. Bir kishi bir nechta plyus qoldirsa bo'ldi, kifoya. Zo'r, Alloh rozi bo'lsin Nizomjon aka. Juda yaxshi, juda yaxshi. Rahmat hammaga. Xo'p, qanaqa bo'ladi endi qaranglar. Indikatorning ko'rinishi qanaqa foydalanamiz o'rtoqlar? Sizlarga link beriladi. Linkka ustiga bossanglar, sizlarni mana bunaqa narsa oyna kutib oladi mana. Penny Stock Sniper V9 visual ko'rinishi paydo bo'ladi. Mana bu yerda describe bor. Buni o'qib chiqinglar. Polniy sizlar uchun yozib qo'yganmiz o'rtoqlar mana. Qanaqa ishlaniladi mana. Azbeyni ismlari ham bor, xudo xolasa. Men buni izmingiz qilib qo'yaman, xudo xolasa. Azbeydan bemalol so'rashinglar uchun alohida men uni Telegram nikini ham qoldirib ketaman, xudo xolasa. Telegram nikini qoldirib ketaman. O'sha Telegram nikini qoldirganimda nimadir muammo bo'lib qolsa, bemalol o'sha indikator egasiga chiqib yoki o'zimizga chiqsa ham bemalol men o'sha bo'yicha yechim berishga harakat qilaman sizlar uchun. Yoki Azbeyni o'zim sizlarga ulab beraman, xudo xolasa. Mana shu narsani unutmanglar, mana shu narsani o'qib chiqinglar. Ana undan keyin buni qanaqa qo'shamiz qarang. Sizlarga link beriladi. Prosta tak mana. Bitta raketacha bosib qo'yasizlar, esingizdan chiqmasin. Prosta use on chart tugmasini bosasiz mana. Use on chart tugmasini bosasiz. Use on chart tugmasini bossangiz, sizga Trading View platformangiz sirasi paydo bo'ladi. Men atayin mana bepul variantidan foydalanyapman, mana e'tibor beringlar. Trading Viewni bepul variantini ochib qo'yapman sizlar uchun. Chunki juda ko'pchiligimizda Trading Viewni bepul varianti bo'lishi mumkin, kimlardadir pulli varianti, men bilmayman ko'pchilik qanaqa ishlatadi. Lekin o'sha bepul variantni ochib qo'yapman hammaga foydali bo'la olishligi uchun. Hamma foydalana olishligi uchun. Xo'p, endi birorta o'xshagan penny stockni ochib ko'rsataman. Unda qanaqa bo'ladi? Holat, setup qanaqa bo'ladi? Masalan, men buni ko'ring. Endi men halolligini hozir tekshirib o'tirmayapman. Halolligini o'zingizlar tekshirib bitta ko'rasizlar ochib. Mana ACDA deganda o'xshaganmi-ku, unga bitta ko'ramiz shuni. Menga qiziq shu. ACDAni. Xo'p. Sozlashda e'tibor beringlar mana M5 da turibdi mana ekan mana. Indikatorimiz hozir ishlaydi bir daqiqa. O mana ishlagan ekan, e'tibor beringlar mana. Imminni aynan mana shu indikatorimiz ishlagan mana. M5 time'da ishlagan. Candle yopilishiga qarab mana breakoutlargacha ko'rsatgan. E'tibor beringlar mana. Imminda mana men hozir ochdim. Sizlarning guvohliginglarda ochdim. Mana pre-marketda aktiv bo'lgan holatda ochdim mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'zi savdodan chiqish uchun mana imkoniyat berib bo'lgan mana. Asosiy bir narsani aytish esimdan chiqdi. Mana bu take profit 1. Mana bu take profit 2, bu target 2. Xo'p, take profit 1 da обязательно 70% sotiladi. Bo'lmasa foyda qila olmaysizlar o'rtoqlar. Обязательно 70% sotiladi. Va mana shu signal bergandan keyin ham shart emas, obuna bo'lish shart emas, Trading Viewga obuna bo'lish shart emas. Xo'p, signal berilgandan keyin ham necha foiz yurgan deb o'ylaysizlar mana qaranglar. Mana shu yerdan signal bergan, sizlar savdoga kirasizlar. Savdoga kirganinglardan keyin mana birinchi takegacha 10% mana. E'tibor beringlar, 10%.
Bitta kiryapsizlar, $100 bilan kiryapsizlar, $10 olib chiqib ketyapsizlar yoki $1000 bilan shartta kiryapsizlar, $100 olib chiqib ketyapsiz bitta savdodan. 10% yurish uchun katta aksiyalarda bilasizlarmi qancha vaqt kutish kerak? 10% yurish uchun. Qotib qoldimi kadr? Bitta plyus qoldirib olaylik iltimos. Kadr qotib qoldimi? Bitta plyus qoldirib olaylik iltimos. Kadr qanaqa? Bitta plyus qoldirib olaylik. Kadr yaxshimi hammasi? Zo'r. Zo'r, yaxshi, zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, qanaqa bo'ladi qaranglar. Juda yaxshi. Aha, zo'r. Xo'p, qanaqa bo'ladi qaranglar, o'rtoqlar, e'tibor beringlar. $1000 bilanmi, $100 bilanmi savdoga kirasiz, 10% chiqib ketaverasiz. Ertaga yana shunaqa holat bo'ladi sizda. Обязательно bu bo'yicha har kuni bittadan signal chiqadi. Har kuni bittadan signal chiqadi. Bu kompaniya uchun, ya'ni bu strategiya uchun har kuni bittadan chiqadi. Mana take profitini ham o'zi qo'yib beryapti, stop lossini ham o'zi qo'yib beryapti, targetini ham o'zi qo'yib beryapti. Ikkinchisigacha kutib o'tirish shart emas. Birinchisini o'zi chiqib ketsanglar bo'ladi mana. Birinchisini o'zi chiqib ketsa, mana bitta impuls 5 daqiqada bemalol ulgurasiz. 5 daqiqada bemalol ulgursa bo'ladi. Bemalol 2 marta ulgursa bo'ladi. Bemalol mana shu kompaniyada 2 daqiqa, 5 daqiqada bemalol ulgursa bo'ladi. Вот, еще. Endi bu kompaniyada nima yangilik bo'lgan? Nima yangilik bo'lgan o'rtoqlar? Bu kompaniya split bo'lgan, e'tibor beringlar. Split bo'lgan, ya'ni reverse split bo'lgan. 5 tasi birlashgan bu kompaniyaning. Tushunarligi? Yangiligi shu. Eng katta yangiliklardan bittasi shu. Chunki kompaniyada news bo'lish kerak, g'ayrioddiy o'zgarish обязательно bo'lish kerak deb aytdik-ku. Aynan shunaqa narsa bo'lgan. E'tibor beringlar, o'ng qismda sizlarda sizlarni nazoratinglarni tekshirib turish uchun sizlarga bonusni дополнительный plyus olishinglar uchun indikator signal berish uchun mana shunaqa qo'shimcha funksionalnostini ham qo'shib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu penny uchun обязательно juda katta yordam beradi. Mana sniper entry degan yozuv chiqqan, bemalol srazi kirsanglar bo'ladi, ya'ni aynan shu yopilgan nuqtasida kirsanglar bo'ladi degan tushuncha chiqqan. Srazi. Xo'p. Yana bittasini ko'rib ko'ramiz. Kelinglar, juda ham qiziqroq bo'lishi uchun yana bittasidan, menimcha men buni ko'ramiz. Qani bunda nima degan ekan? Aynan mana shu conf deganda. Endi men halolligini tekshirib o'tirmayman, lekin sizlar обязательно tekshiringlar. Qanday? Men sizlarga ko'rsatayotganim uchun tekshirmayman, xolos. Xo'p, kanf bo'yicha nima bo'lgan? Qani bitta ko'ramiz. Ishlayapti, загрузка bo'lyapti. Вот, kanf bo'yicha mana yuqori high low'larni bergan, ya'ni breakout va breakdown zonalarini bergan, lekin breakdown zona bo'lib ketgan mana. Shuning uchun bizga signal yo'q, e'tibor beringlar. Srazi, demak, down bo'lgan. Xo'p, еще. Bunda bo'lmaydi. Tak. Bu ham mana shu o'xshamagan. Mana buni ko'ramiz, qani? ASPS degan. ACPS. ASPS. To'g'ri yozdimmi? ASPS. Bunda qanaqa holat ekan? Bitta ko'ramiz. Mana bunda ham breakout va breakdown zonani bergan, lekin hali yorib chiqa olmagan mana. E'tibor beringlar. Breakout bilan breakdownni beryapti, lekin kechagi kunda mana yurib bergan mana. Ozgina yurib mana, e'tibor beringlar, mana srazi tayoq paydo bo'lyapti, stopni ursin srazi mana. Men bu o'xshamagan, bu bir kun oldin ham bergan ekanman. Lekin bir kun oldin buni pre-marketdagi harakati yaxshi bo'lmagan. Bir kun oldin buni pre-marketdagi harakati yaxshi bo'lmagan. Hop, kommentariy yozib qo'yibdi bizda birodarimiz. 5 minutlik chartda 10% o'sganini qanday sotamiz? T+1 ga tushmaydi-ku. Hozir chat yakunigacha o'tirib turing, Yahyoxon. Обязательно mana shu T+1 bo'yicha ham sizga asos berib ketaman, xudo xolasa. T+1 bo'yicha asos berib ketaman, xudo xolasa. Xo'p, biz sizlarga o'xshaydigan bittasini ko'rsatmoqchi edim, cho'ta bo'lmayapti nimadir. Men bunda zo'r bo'lganga o'xshaydi mana men bu. Men bu dahshat bo'lgan mana. PCLA. Endi bu halollimi bilmayman, lekin tekshirib ko'rasizlar. PCLA. Halollari bo'lib qoladi bunaqa. PCLA bo'lib qoladi. Tak, PCLA. Vot mana ko'ramiz hozir. E'tibor beringlar, qaranglar. 5% beryapti mana. Bu kerak bo'lsa target 2 ga ham harakat qilyapti mana. Impuls mana. Sniper entry chiqyapti yana bitta. Srazi savdoga kiriladi. Savdoga kirilganda, ya'ni narx yopilishi bilan savdoga entry beradi. Srazi savdoga kiriladi. Mana bu candledan ishi ketdi mana. Srazi mana natija beradi.
Necha foiz bergan bu ham? Bu ham 10% birinchisiga. Keyingi target mana 30%. Yani dahshat o'sib bergan. Ya'ni nima deydi? O'rtoqlar 5 daqiqalik nima deydi? Trade uchun menimcha juda yaxshi natija. 5 daqiqalik natija uchun. Ana kim ana FX'chilar bor-ku, tillosi bir 10 daqiqada bir 1% yuradi-da, kamida. 10 daqiqada 1% yuradi yoki 20 daqiqada 1% yuradi-da. O'shanga kar-kar qilib yuborishadi ijtimoiy tarmoqda va deb baqirib, hammasi bong urib. Bu 5 daqiqada bunaqa yuradigan kompaniya aksiyalari qayerda bor yana, o'rtoqlar? Faqat aksiyalarda bor, o'rtoqlar bular. Tak, Hasanboy xudo xolasa, chat zapis qilingan, xudo xolasa. Chat zapis qilingan. Chat zapis qilinyapti. Uni videosi bor, xudo xolasa. Mana target 2 ni urishini kutamiz. Xudo xolasa target 2 ni urgandan keyin sizlar bilan suhbatda oshaman. Tak, strategiya hammaga ma'qulmi? Bitta reaksiyalarni bitta berib yuboringlar, iltimos, strategiya haqida ozgincha. Men tinglayotgan hammadan ozgincha o'z fikrini yozib qoldirishini so'rayman. Sababi nimaga? Yozsanglar, men chat yakunida обязательно shular bo'yicha ma'lumot beraman hammalar uchun. Hammani so'ragan savoliga harakat qilaman. Chunki hamma og'zaki savol bera olmasligim mumkin. Mana target 2 ni ham urdi, e'tibor beringlar. Target 2 ni ham urdi, xudo xolasa. Natija bomba. Все уже biz maqsadga erishdik. Allohning izni bilan. Xudo xolasa maqsadga erishdik inshaalloh. Zo'r. Men yangi yildan keyin Penny Stockda savdo qilaman. Nizomjon aka maslahat bermayman. Siz o'zingizni swingingizda qolavering aka. Tak. O'rtoqlar, biz 40 tamiz. Nimaga tak 10 ga yaqin odam yozyapti. Qolgan 30 ta odam nimaga shunchaki qarab turibdi? Strategiya bo'yicha fikringlar yo'qmi? Nimaga? Eshitmay qoldinglarmi boshidan? Menga savol beradiganlar, og'zaki savol javob qiladiganlar tayyorlanib tursin, mikrofon bosishi bilan ularga men tak, hozir 1 daqiqa qaytib ulayman. Men o'zim mobil qurilmamdan kirib ketib qolibman. Mobil qurilmada sizlarning chatinglarni tekshirib turdim. Qayta ulayman hozir sirasi. Ovoz bormi? Ovoz bormi? Tak, ekran screen qilamiz. Ovoz, ekran screen hammasi bormi? Juda yaxshi, zo'r. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Juda yaxshi. Tak, og'zaki savol javob tayyorgarlik ko'ramiz, xudo xolasa. Ungacha men voy. Aytib yurmaysizlar, yana sirazi bosib o'tman. To'g'risi, tak share screen qilaman. Ana chatga kiraman deb naryoqdan vystupitni bosib o'ryapman-da, tepadan telefonimdan. Tak. Bo'lmasa, xudo xolasa boshladik. Ungacha ozgincha ana haqida gapirmoqchiman, M-Trade yangiliklar haqida gaplashmoqchiman. M-Trade xudo xolasa yaqinda bir ish boshlagan, inshaalloh natijasi bir necha haftada tayyor bo'ladi. Sizlar uchun обязательно bitta yangilik bor. U qanaqa yangilik? Что bu yangilik shundan iboratki, biz yaqinda Signal kanalni ishga tushiryapmiz. M-Trade akademiyasi Signal kanali bo'ladi va mutlaqo bepul bo'ladi. U yerda alohida fizik signal beradigani bo'ladi, algo signal beradigani ham bo'ladi. Tradingda qiynalayotganlar, savdo qilishga o'ylanayotganlar bo'lsa, mana shu insonlar uchun, mana shu kishilar uchun обязательно juda ham plus дополнительный yechim bo'ladi, xudo xolasa. Mutlaqo bepul bo'ladi. Mutlaqo bepul. Xudo xolasa hammalar foydali bo'lib foydalanib qolinglar. Alloh rozi bo'lsin hammalardan inshaalloh. Tak, endi o'rtoqlar, yana qo'shimcha ravishda bizani boy botimizdan foydalanish imkoniyati bor edi. Men qo'shimcha o'rgatib ketaman. O'tgan safar zapis bo'lmay qolgan bu. Bizani M-Trade botimiz bor. Tak, hozir ko'rsataman. Bu sotuv bot. Tak, mana M-Trade Assistant botimiz bor. Buni bemalol mana
add group channel qilsanglar bo'ladi mana, e'tibor beringlar mana. O'zingizlarni любой lishniy gruppalarga qo'shib olsanglar bo'ladi. Gruppalarga qo'shib turib bemalol foydalaninglar. Iltimos maslahat beraman sizlarga. Bemalol o'zingizlarni lishniy gruppalarga qo'shib foydalansanglar bo'ladi. Bu lishniy gruppaga qo'shib qanaqa foydalanaman desa, prosta o'zini shablonlar bor, mana menyusida shablonlar bor, qanaqa foydalanish. Ana mashina belgilab ketsangiz kifoya. Mashina belgilab ketsangiz kifoya. Masalan, men bitta gruppa bor, hozir sinov uchun degan gruppa bor, qayerdadir. Tak bu emas, sinov uchun degan gruppa bor. Mana sinov uchun degan gruppa bor mana. E'tibor beringlar, mana glavnisini ochib qo'yganman mana. Sinov uchun degan gruppa bor, mana sinov. Mana shunda men M-Trade Assistant qo'shib qo'yganman mana shunda. Imенно mashinga. Ana misol, ekran ko'rinmayaptimi? Endi-chi? Hozir bir daqiqa es qilamiz uni. Tak, skrinni bitta o'chiraman, stop sharing qilaman. Tak, еще bitta yoqamiz. Share screen qilaman. Endi-chi? Ekran ko'rinyaptimi? Plus zo'r, молодец, mashallah. Tak, qanaqa bo'ladi? Ekran ko'rinmay qolsa aytinglar. Ekran ko'rinmay qolsa aytinglar. Da, albatta shu kanalga tashlab beramiz, Azber Ayimov. Xudo xolasa albatta. Ekran ko'rinyaptimi? Bitta plus qoldirib olinglar bo'ldi. Zo'r, inshaalloh, juda yaxshi. Xo'p, boshladik, qaranglar. Qanaqa mana men gruppaga qo'shib qo'yganman misol mana. Treyning bo'yicha gruppaga qo'shib qo'yganman. Qanaqa ishlaydi qaranglar. Prosta tak mana. Mana bosaman. Prosta mana bunaqa belgini qo'yaman. Mana shuni qo'yib turib, ticker deb yozaman. Ticker deb yozaman. Kichkina harf yozing. Faqat cho'g'ri xunuk ko'rindi menga. Ticker deb yozaman. Любой ticker aytinglarda birorta. Любой ticker aytinglarda birorta. Men buni gruppada ishlatyapman o'rtoqlar. Mana u men botga obuna bo'lishim shart emas, prosta bir kishi gruppaga qo'shib qo'ysa bo'ldi. SMR mana birinchi yozgan kishiligini tashlayman. Bot mana SMR deb yozaman. SMR deb yozdim. И mana всё mana SMR kompaniyasi. Sirasi keldi. Mashimi? Вот SMR mana. Narxi $15 ekan, e'tibor beringlar. Keyin buni qaranglar. Mana bunaqa ma'lumotlar chiqadi sirasi. Bu gruppada mana chatda, prosta chatda o'tirib turib, mana любой gruppa mana gruppaligini sirasi ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa qo'yaman mana. Sinov deb ochib qo'ygan prosta gruppam bor mana. Tekshirish uchun. O'sha gruppaga prosta qo'shib qo'yganman mana. Xo'p, mana shu yerda mana shariat statusi qiziq, masalan, SMR. Prosta shariat statusini tanlayman. Shariat statusini tanlasam mana halol kompaniya ekan mana. E'tibor beringlar. Kompaniya halol, bemalol o'sha kompaniyada savdo qilsa bo'lar ekan. Endi ko'pchilik ticker yozyapti, aytib yurmaysizlar, hammasini tekshirib qo'ying. O'zingizlar sinab ko'ringlar, bemalol prosta botni olasizlar, botga kirib turib, tupa o'sha ticker yozib turib, gruppalarga qo'shib qo'ysanglar bo'ldi. Gruppada muhokamada ketib turib, prosta analiz qilib ketishga yaxshida bu. Shu buni juda ko'p qulayliklari bor. Prosta gruppaga ochib turib o'sha narsani ko'rsanglar bo'ldi. Masalan, bu bo'yicha men moliyaviy hisobotni tahlil qila olmayapsiz, masalan. Aynan mana shu SMR kompaniyasini. Prosta tak mana e'tibor beringlar. Fundamental axborot degan tugmani bitta bossanglar, kompaniyaning moliyaviy hisobotlarini hammasini sirazi sizlarga anaqa beradi. Analiz qilib beradi, xudo xolasa. Sirazi sizlarga analiz qilib beradi. Bot qaranglar mana. Bu fundamental ko'rinishi mana. Pul oqimi nima ekanligi, hamma narsasini to'g'risida mana grafikda ma'lumot ko'rsatib beradi. Oqib kelyapti ekan. Tak, hozir yuqorida anaqasi ham bo'lishi kerak bu. Yozma. Uni tak, Finviz'ni bosishimiz kerak uning uchun mana. Finviz'ni bossam, fundamental ma'lumotlarning barchasini bizga analiz qilib tashlab beradi bizga. Finviz'ni tanlasam, bizga полностью mana shu SMR kompaniyasini moliyaviy hisobotini tahlil qilib beradi. Ma'lumotni Musaffadan oladi, e'tibor beringlar, Musaffadan oladi. Musaffani saytidan oladi. Eslatib o'taman, Musaffani saytidan oladi. Mana Musaffadan ekanligini ko'rsatib beryapti. Musaffada bilasizlar, saytida tekshirish bepul bo'lgani uchun men saytidan bemalol foydalanyapman. Agar pulli bo'lganda men Musaffadan foydalanmasdim. Hozir еще yana bitta yangi loyiha bor. Buni endi ustozimiz Nurmuhammad Ismoilov shakllantirdi. Akinda degan platformani ishga tushirdik. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Juda ham bizani treyderlar uchun juda ham qo'l keladigan platforma ekan.
Men o'zim ishlatib ko'rdim. Xudo xolasa, halollikni menimcha Akindadan tekshirsak ham ancha maqbul ish bo'ladi. Xudo xolasa. Akindan ulab qo'ysam ham bo'ladi ekan inshaalloh. Uning uchun baribir ruxsat olishim kerak, bir xabarlashib ko'rishim kerak ekan, xudo xolasa. Tak, hozir ma'lumotlar tayyorlanyapti. Shuni ko'rsataman, keyin sizlar bilan уже suhbat quramiz. Suhbatga tayyorlar, уже tayyorgarlik ko'raveringlar, xudo xolasa. Suhbat qilamiz sizlar bilan обязательно. Xo'p, endi biroz vaqt oladi, chunki bu yerda sun'iy intellekt ishlayapti, baza ishlayapti. U ma'lumotlarni tahlil qilib, sizga tashlab berish uchun biroz vaqt olishi mumkin. Ozgincha. Bu narsada ozgincha muammo bo'lishi mumkin. Xo'p. Buni kutganimizcha men bu yerda yuqorida Nvidia'nikini tanishtirib o'tgan ekanman. Mana e'tibor beringlar. Fundamental xulosasi mana, tahlil xulosasi mana. Ijobiy jihatlari, salbiy jihatlari, neytral ko'rsatkichlari va yakuniy xulosa beryapman mana. Ushbu kompaniya ajoyib o'sish sur'atlariga, yuqori rentabillikka, ko'rsatkichlar juda mustahkam balansga ega bo'lib, va hokazo aniq ma'lumot berib ketyapti. Bundan sizlar fundamental xulosani olsanglar bo'ladi bemalol mana shu botdan. Bu bot qayerda desa, bu botning nomi mtrade bot. Mtrade bot mana. Tak, bu boshqa bot ekan. Tak, mana mtrade bot. Mtrade botdan bemalol mana bunaqa foydalansanglar bo'ladi. Hop, mtrade botni mana linki mana mtrade assistant bot. Bemalol ochib ko'rib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Bemalol foydalansanglar bo'ladi, xudo xolasa. Mana assistant bot inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p. Ana endi o'rtoqlar, endi bu botda juda ham ko'p yangiliklar bor. Bular to'g'risida biz avval tanishtirib o'tganmiz. Avvalgi videolarimiz ko'rishinglar mumkin. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni olmoqchi emasman suhbatga уже start bermoqchiman. Bu Mtrade akademiyasini qilayotgan ishlardan bittasi edi. Xo'p, kimda qanaqa savol bor? Birinchi qo'l ko'targanlardan Bekzodbek Fayzullayevga ovoz beramiz. Chunki birinchi men shu kishini ko'rdim, keyin qolgan kishilar Hasanboy, Baxtiyor Ismoilov, bular bilan ham gaplashamiz. Assalomu alaykum Bekzodbek. Ovozingiz bor, xudo xolasa bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. O'zi yaxshimisiz, charchamasizmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin, siz va jamoangizdan manfaatli ilmlar ulashyapsizlar. Ustoz, penny stock bo'yicha strategiya edi. O'ng tomonda trading viewda har xil rangda yanaqalar ko'rindi-yu. Aha. Qizil, yashil. O'shalarga batafsil aniq izoh bera olasizmi? Xo'p. Bu yerda mana strategiyaga mos holatda ekanligini ko'rsatib turuvchi instrumentlarni joylab qo'yganmiz. Masalan, RSI 14, MACD indikatori, relative volume mana shu mana masalan 2x2 bo'lish kerak degan joyi mana shu yerda mana 2 barobar ortish kerak degani mana shu yerda ko'rinadi. Keyin aksiyalarning qiymati, VWAP qanaqa zonada ekanligi mana buy zonada deyapti, ko'rsatib turibdi. Sessiya qanaqa? Hozir bozordan bozor ochiq paytmi, yopiq paytmi, shu narsalar ko'rsatib turadi xolos. Bu pro date deyiladi. Endi bu narsa nima uchun? Masalan, 10 ga yaqin indikatorni bir vaqtning o'zida nima deydi, hammasini yoqib qo'ysangiz, men bitta pastdan yoqib qo'ysam, biz uchun payqash juda qiyinlikka aylanadi. Ya'ni har biriga bittadan fokus qaratishimizga to'g'ri kelib qoladi. Biz ham bunaqa sifr qilib qo'yganmiz, что сразу bizga analiz beradi, ya'ni holat bo'yicha ma'lumot beradi, qiymat qanaqaligini ko'rsatadi. Agar qiymati bayga to'g'ri keladigan bo'lsa, сразу зеленый bo'ladi xolos. Zeleniylarning soni, kul ranglarning soni ko'pligiga qarab biz mana shu kompaniya aksiyasini sразу sotib olamiz. Tushuntirib oldimmi? Rahmat, ustoz. Juda ajoyib. Zo'r. Xo'p. Tak, endi Baxtiyor Ismoilovga ovoz beramiz, keyin Hasanboyga ovoz beramiz. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Tak, xushmana bir savol yo'qlar. Xo'p, kommentariyada bir kishi: "Assalomu alaykum ustoz, bu strategiya mos aksiyani filmingizdan qidiramizmi?" Yo'q, filmingizdan qidirmaymiz, Top Gainers'dan ko'ramiz. Uni video davomida aytib o'tib ketdim. Endi zapis ko'rasiz inshaalloh. Zapis qilinyapti. Xo'p, Hasanboy aka, assalomu alaykum. Hasan aka, assalomu alaykum.
Sizga ovoz bor, xudo xolasa. Tak, bu kishini ham savoli yo'q menimcha. Hop, Uzbay. Assalomu alaykum Uzbay. Uzbay, assalomu alaykum. Baxtiyor aka, mikrofoningizni bir o'chirib yoqdingiz. Gapirmoqchimidingiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alloh rozi bo'lsin ishlaringizdan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, bu Tamam, indikator doimiy bepul bo'ladimi? Doimiy bepul foydalansa bo'ladimi? Aka, bepul shunday beraman hozir, linkini shunday tashlab yuboraman gruppaga. O'g'lingiz. E, Keyin savolim bor edi. Mana bir kunda misol uchun Aha. 2 ta 3 ta signal berishi ham mumkinmi? Agar aksiyasiga tushib turib yana ko'tariladigan 5 daqiqalik time frame. Bo'lishi mumkin, lekin bu kamdan kam holda uchraydi. Men unaqa qilishga maslahat bermasdim. Bitta kompaniyada savdoga kirdingiz, chiqdingizmi bo'ldi, boshqa qilmang. Chunki 10% daromad degani yoki 30% daromad degani bu hazilakam yoki ozgincha miqdordagi daromad emas aka. Yo, ulusiga ming shukr, 10% albatta. Lekin hozirgi kunda haligi Xuftondan chiqishga, mana bahor kelganda bor vaqtida haligi Xufton nima bo'lib qolishimiz mumkin-da. Shunga haligi ulgurmay qolsak keyingi signalga ham. To'g'ri. Tushundim gapingizni aka. Endi u paytiga balkim bizda yaxshiroq, yana ham bundan ham yaxshiroq strategiya berib qolarmiz, xudo xolasa. Ungacha foydalanib turing qani. Bo'ldi, rahmat ustoz. Yana ustoz, katta aksiyalarda ham shunaqa indikatorlar ustida yapgan ekan. Bunaqa indikatorlarimiz bor. Yuqorida bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. O, tepada bor. Men guruhda atayin pin qilib qo'yganman, zakrepit qilib qo'yganman. Tepadan zakrepleniyani bosib ko'rsangiz tepada bor. Katta aksiyalar uchun ham alohida juda zo'r strategiyalar berib o'tganman. Bo'ldi, ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Hop, endi Uzbay gapirasizlarmi? Hasan aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim bor edi. iBaker'da ishlaymiz. Bir kun ichida tan urib chiqib ketsa, iBaker anaqa blok qilib qo'ymaydimi? Shuni so'ramoqchi edim. Yoki boshqa platformada ishlash kerakmi? iBaker'dan ro'yxatdan o'tayotganda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, ro'yxatdan o'tayotganda e'tibor bering. Anaqa qancha miqdorda savdo qilasan degan joyini 100 tadan ko'p qilib belgilash kerak. Keyin bilimingiz qanaqa degan joyini good knowledge qilish kerak. Yaxshi bilimga egaman deyish kerak. Agar shunaqa qilmagan bo'lsangiz, siz bir kunda savdoni ochib yopib ko'rsangiz, endi ketma-ket bir 10, 15, 20 marta qilsangiz, sizni nima deydi, blokat qilib qo'yish mumkin. Tushunarli, rahmat. Endi hozir boshqadan ocha olmaymiz, to'g'rimi? Boshqa anaqa. Registratsiyami? Hmm. Bir foydalanib ko'ring. Siz blokat qilsa, keyin aloqaga chiqib, men qilaman, shunaqa qilmoqchiman, day trade qilmoqchiman deb ular bilan gaplashsangiz bo'ladi. Anaqa menimcha rus tilini bilsangiz kerak, rus tili menimcha O'zbekistonda muammo emas. Ularning Rossiyada ham anaqasi bor. Filiali bor, o'sha filialiga chiqib ko'rasiz. Telefon qilib gaplashib ko'rib. Ularga gaplashib, mana shunaqa men qilmoqchiman desangiz, ular sizga imkoniyat beradi. Endi yana bitta savol bor mening. Bemalol. Mana T+1 bo'yicha boya savol berishdi. Shuni zo'r esdan chiqib qoldi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana shu narsa haqida gapiraman dedim. rahmat. T+1 bo'yicha qaranglar o'rtoqlar. T+1 degan nima degani? Shariatda men shariat bo'yicha mutaxassis emasman, lekin anaqa dalil keltirish kerak bo'lgan joyda shariat ulamolarini keltirib o'tgan ilmlarni bo'lishib ketaman mana shu yerda. Qaranglar, biza islom moliyasi mutaxassisligi bo'yicha ko'pincha AOFI shariat standartlariga nima deydi, asoslanib harakat qilamiz. U islom moliyasi bo'yicha eng katta asosiy baza hisoblanadi bizani ahli sunna uchun. Qo'shimcha ulamo sifatida foydalanishimiz kerak bo'lgan olim bu Muftiy Taqiy Usmoniy. Endi buni bizani ulamolarimiz, bizani fiqh ulamolarimiz yoki O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari islom moliyasi bo'yicha mutaxassislarimiz shu kishini maslahat berishgan. Endi o'zlari ham shu kishini endi hamma fatvolari demayman, ba'zi fatvolardan foydalanib bizani xalqimizga, musulmonlarga, endi diniy bag'rikenglik qilmoqchi emasman, lekin bizani o'sha ko'p qismi musulmon bo'lgani uchun o'sha musulmonlarga shu fatvolarni o'rinli deb berishadi.
U yerda men biroz nomutanosiblik ko'rib qolganman. Nimaga? Muftiy Taqiy Usmoniy hazratlari ni shogirdlari, islom oilasi mutaxassislarini bir qanchasi, bir qancha guruh vakillari day trade qilishlik hukmini sal nima deydi? To'xtatishgan, ya'ni bunaqa qilmagan ma'qul deyishgan. Bunaqa qilmagan ma'qul deyishgan. Sababi sizni hukmingizda yo'q narsani sotib qo'ygan bo'lasiz deyishgan. Lekin shariat standartlari kitobida Aofiyda shunday narsa keltirilgan, ya'ni qabz sizda, ya'ni qabz hukmida bo'ladi bu narsa. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Sizda sotish, sotib olish, ya'ni hukmi o'tadi-yu, prosta rasmiyatchilikda o'tmaydi. Lekin sizni nomingizga rasmiylashtirilmagan, lekin uni hukmi, ya'ni sizga o'sha narsani olish va sotish hukmi berildi sizga o'sha narsa ustida. Aofiyda aynan shu narsa bandlar bilan keltirilgan. Bu bandlarni sizlarga hozir ko'rsatishim ham mumkin. Qayerda edi hozir bitta ochib ko'rsataman. Bir daqiqa ekran skrinni o'chirib turaman, qidirishga anaqa bersizlar, ruxsat bersizlar. Gapirib turib, gapiraverman xudo xolasa. Xo'p, u yerda qanaqa degan? Xo'p, u yerda qanaqa degan? Xo'p, men bu yerdan ham zapisni biroz o'chirib turaman, chunki shariat masalasida gapiryapman buni. Nima deydi? То есть ekrandan qidiryapman, buni sal aybga buyurmaysizlar, sal o'chirib turaman biroz. Xo'p, ekran qorayib qolganiga nima deydi? Noto'g'ri tushunmaysizlar demoqchiman. Xo'p. Ma'lumotni topib olamiz hozir qidirib. Tak. Qabz hukmida bo'ladi degan. Ya'ni sizga mulkni sotish o'tadi, lekin rasmiy anaqasi o'tmaydi. Rasmiy anaqa ma'lumot o'tmaydi sizga rasmiylashtirilmaydi xolos. Lekin sizda sotish bo'ladi. Ya'ni siz oldingiz, olganingizdan keyin sizda ya'ni yutqazish ham bor. Tasavvur qiling, mana siz olib qo'ygansiz, lekin sizga rasmiylashtirilmagan. Rasmiylashtirilmagan narsada nega siz zarar qilyapsiz? Pastga tushib ketdi, tasavvur qiling, zarar qilyapsiz. Mana shu narsani inobatga olib, ya'ni sizda qabz hukmida bo'ladi, ya'ni olish va sotish hukmi o'sha sizga berildi. Zarari ham sizniki, foydasi ham sizniki. O'sha muddatda aksiya ya'ni sizdagi mol-mulk nima deydi? Zarari ham, foydasi ham sizniki bo'lib qolgan. Bunday holatda nima qilasiz desa, bunday holatda endi biz uni day trade qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qo'shimcha дополнительный plus beraman sizlarga. Qanaqa desa, o'rtoqlar qaranglar. Bizda yaqinda aynan bir ma'ruzada, to'g'riroq gapiradigan bo'lsam, bir ma'ruzada hozir bir daqiqa. Ismlari esimdan chiqdi. Bu paytda men Nur Investda edim. Nur Investni shariat mutaxassisi bor, shariat maslahatchisi bor. O'sha shariat maslahatchisi O'zbekistonga tashrif buyurgandilar. O'sha yerda biz seminar o'tkazgandik. Paytda men Nur Investda xodim edim. O'sha seminarda aynan shu day trade masalasi bo'yicha savol berganda, o'sha aynan men aytayotgan qabz hukmini aytgan va day trade qilish mumkin degan. Aynan shu narsani. Xo'p, topib oldim hujjatni, xudo xolasa, endi sizlarga ko'rsataman. Xo'p, hozir aynan Xo'p, hozir o'sha joyini o'qiyapman o'rtoqlar, hozir bir daqiqa. Sizlarni endi ozgincha kuttirib qo'yapman, aybga buyurmaysizlar. Tak, hozir bu yoqdan ham zapis yoqaman. Hozir bir daqiqa. Shu tak, sizlardan ham ekranni ochaman. Hop, share screen qilaman. Share screen. Tak, ekran ko'rinyaptimi hammaga? Bitta Word fayl ochdim. Adashmasam ismlari esladim hozir. Muhammad Nazirxon degan kishi edi. Muhammad Nazirxon domla edi. O'sha day trade masalasini joiz deb aytdi. Tak, kechiktirilgan shaklda kechikish joiz bo'lmagan hollarda bu aksiyadan investitsiya sifatida, ya'ni
sotib olish va sotish joizdir yoki shariatga muvofiq bo'lsa, uning aksiyalarini sotib olish, sotish joizdir. Naqd pul kechiktirilgan Islom banki maqsadida asosiy faoliyat ruxsat etilgan, ammo foizli depozit tushishdak foizli qarz, foizli depozitlar qisqa muddatli umumiy miqdorda umumiy aksiyalar kapitali 30% taxliy manbalar uchun olgan daromad 5% oshmasligi ushbu foydalanish uchun budjet tasdiqlangan bo'lishi korporatsiya taxliy. AOF'ni kerakli joyini o'zbek tiliga tarjima qilib olganman-da. O'sha joyni o'qiyapmiz. Bu daromadlar haqida sotib olish va sotish degan joyi bor. Aksiyalar bilan salam shartnomasi. Tak, aksiyalar futures noto'g'ri. Bu mumkin emas. Aksiyalar ijaraga berilgani yo'q. Agar barcha aktivlarni faqat naqd puldan iborat bo'lsa, korporatsiya aksiyalari, agar korporatsiya barcha aktivlarni men bu joyini keltirmagan bo'lishim mumkinmi? AOF'dan olmagan bo'lishim mumkinmi? Subhanalloh. 307 ni ko'ring, 307. 307. Aksiya xaridori sotuv rasmiy jarayoni yakunlangan va majburiy amal qiladi. Aksiya xaridori sotuv rasmiy jarayoni yakunlangan va majburiyat unga o'tgandan keyin yakuniy hisob-kitob uning foydasiga amalga oshirilmagan bo'lsa-da, mana yakuniy hisob-kitob uning foydasiga amalga oshirilmagan bo'lsa-da, uni boshqa shaxsga sotish va shunga o'xshash bitimlar amalga oshirishi joizdir deganman. Bu AOF'ni o'sha 307-bandida keltirib o'tilgan aksiya savdosi bo'yicha. Imindan aksiyalarni ishlash joyi bo'yicha mana AOF'ni men bu yerda hozir ochib ham ko'rsataman, tak shariat standartlari kitobini yes. Men bu yerda AOF kitobi bor, inglizcha variant. Hozir bir daqiqa. AOF'ni yuklayapti. Oraylar ingliz tilini tushunadiganlar bo'lsa, o'sha joydan foydalansa bo'ladi. Tak, hozir men qidiramiz, bir daqiqa. Bunun darajasi bor edi pastda. Tak. Trading course debit. Tak, debitor. Financial paper mana. Mana mashitda bor. Mashitdan qidirsak bo'ladi. Mana mashitda tak shares rules 562-bet mana. Shariat standartlari kitobi 307-band. Qaranglar mana inglizchasi mana bu yerda mana. It's permissible to the buyer of the shares under the transaction. Mana shu joyini men sizlarga mana tashlab qo'yaman. Adashmasam mana shu joyi bo'lishi kerak iminda. Ctrl C qilamiz. Ctrl C qilib chatga tashlab qo'yaman. Chatga tashlayman. Mana qilmaysizlar. Chatni mana suhbat uchun degan joyga tashlayman. Mana shuni bemalol o'zingizlar tarjima qilsanglar bo'ladi. Tak, bu joyni olmaydi-ku. Screenshotni tashlaganman demak. Shu joyni o'zingizlar o'qib ko'rsanglar bo'ladi. By the blade of liability to him if the final settlement is for has not been made. Settlement is for not. Tak, tushunarli. Aynan shu endi lug'aviy tarjima qilsam, menda ham shunaqa chiqyapti. O'zingizlar nima deb o'ylaysizlar, shuni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu AOF'da keltirilgan bo'lim mana. Mana tarjima mana. Mana tarjima mana. Endi bu hujjatni men forekschilarga qarshi kurash uchun yig'ib qo'yganman-da, uni noto'g'ri tushunmaysizlar. Tak mana tarjimam bu. Kamchilik bo'lsa aytasizlar. Endi biz ham odammiz, to'g'risi adashishimiz mumkin mana. T+ bir qoidasi bo'yicha o'rtoqlar mana shu yechim. AOF'da shunaqa. Muhammad o'sha domlamiz Nazarxon domla ham gruppada kimdir yozgan ekan mana Muhammad Nazarxon deb. Alloh rozi bo'lsin. Muhammad Nazarxon domla ham aynan shu seminarda bizga mana shu narsa haqida gapirib bergan edi. Qabz uslubida bo'ladi. Aynan o'sha sababdan biz day trade qilishimiz to'g'ri bo'ladi. Zararga kirib ketmasligimizni oldini olish uchun degan demak xulosalarni bergan edi. Havaga tushunarlimi? Tak. Day trade masalasi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Savol bersam bilaman yo holat turaman. Bemalol. Biz yakunladik xudo xolasa suhbatni. Yaxshi. Men sizni ancha yildan beri taniyman. Nur Muhammad ustoz, kursga o'qigansiz. Men qiziqtirayotgan savol, bu strategiyalar qanday kodlashtirgansiz? Endi o'zingiz yozgan ChatGPT yoki
nima desam, jamoangiz bormi shu dasturlagan odamingiz bormi kodlarni? Bor, Ular dasturlashda ham odam yaratib bor. bo'ladimi? Albatta, Ha, jamoamiz bor. Jamoamiz bilan birgalikda harakat qilamiz. Strategiyalarni baribir kodlashda yozsangiz ham, nima deydi, kodlashni yozishni bilish u nima deydi, asosiy problema emas. Asosiy problema strategiyani o'zini bazasini qurib olish. Ya'ni Chunki man- fizический uslubiyatini, ya'ni toshni otsangiz, aynan o'sha manzilga aniq yetib borishini avval nazariy qismini yaxshi tugatib olishingiz kerak. Xuddi shunaqa fizический variantini biz etapini bilib olamiz. Tajribada dasturlash boshqa narsa, u hozir programmani yozish, programmalashtirish hozir nima deydi, juda ham sikl o'zgarib ketdi, dunyo o'zgarib ketdi. Sun'iy intellekt chiqqandan keyin programmalashtirish sekundda bo'ladigan ish bo'lib qolgan hozir. chunki man ham o'zim kod terib dasturlab shu algoritmlarni tuzishga harakat qilib ko'rganman-da, chunki Ha, kod Alloh rozi bo'lsin. yozib beradi baribir sun'iy intellekt, lekin baribir odam yozganda emas, xatolari bor. Ya'ni mayda minutlik, 1 minutlik referensiyalar xatlar. Albatta. Sun'iy intellektda kamchiliklar ko'p bo'ladi. Odamlar uni albatta fizически to'g'rilaydi. To'g'ri aytasiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shuning uchun man shu dasturchingiz bormi deb o'yladim-da. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Bor, albatta bor. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yaxshi. Endi man hayron qilganim esa bu narsalarni qanday shu nima desam ekan, tekinga qilishingizga hayron qolyapman. Ha, Nima desam ekan. Men boshqalar bo'lsa masalan shu pullik qiladi, boshqa narsa qiladi. O'zingiz ham shu strategiyalarni ishlatasizmi? O'zingiz savdolariga. albatta. O'sha strategiyalarni ishlatganimizni hisobidan olib chiqqan natijalarimizda bu. Strategiyalarni ishlatib, charxlanib bo'lib, charxlanganimizdan keyin endi sekin strategiyalarni qurishga o'tdik, Allohning izni bilan. Xudo xolasa endi qolganlarga manfaat keltirsin deb harakat qilyapmiz imkon darajada bor kuchimiz bilan. Chunki fond birjasida ishlayotganlarni katta qismi biz endi qanaqa hype bilan ishlamaymiz-da. Fond birjasida o'tiradiganlarni deyarli hech qaysi hype bilan ishlamaydi. Hech qayerda ko'rmaganman men fond birjasida ishlab turib, luxury hayotni go'zal qilib ko'rsatganini. Hech qayerda ko'rmaganman men fond birjasida ishlayotgan odam. Endi to'g'ri, Amerikalarda bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi fond birjasida ishlayotganlar fond birjasida ishlashligini, trading sohasida fond birjasini tanlashligini o'zi aslida qadriyatga taqaladi-da. Bizani o'zbek millatini qadriyatiga taqaladi, shariatga taqaladi. Mana shu narsaga taqalganligi hisobiga biza luxury hayotni nima deydi, o'zimiz topayotgan boylikni odamlarga ko'z-ko'z qilishdan hayo qilamiz. Chunki biz topayotgan boylik bu bizani peshonamizga yozilgan. U bizga kelib o'qiydigan, tradingga qiziqayotgan odamning peshonasida bormi yo'qmi, uni biz bilmaymiz. Uni erishasan deb chaqirib qo'yib, ertaga u myuzik qarab o'tib ketib qolsa, ertaga qiyomatda u bo'yicha javobgar bo'lib qolamiz. Qattiq javobgar bo'lib qolamiz. Hozir Qo'shtirnoq ichidagi forex mentorlari, kuratorlari hammasi mana shu luxury hayotni ko'rsatib odamlarni marketing, yolg'on marketing asosida o'ziga jalb qilib tortayotgani, bu ularni bu dunyoda foydasiga ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'zlariga olmoslari ko'rinib. Lekin ertangi kuni qiyomatdagi holati bu juda og'ir keladi ularga. Ana shu narsadan biz hayo qilamiz, tiyilamiz. O'shaning uchun go'zal luxury hayotdagi ko'zlarimizni nima deydi, odamlarga ommadan ko'z-ko'z qilishdan qaytamiz. Va bu ustozlarimizdan o'tib kelayotgan an'ana. O'shaning uchun o'sha taraflama bo'lmaganligi hisobiga odamlarni ommadan fond birjasiga jalb qilishlik bizda ozgincha qiyin kechadi. O'zimizda. Bizani fond birjasidagi treyderlarga ommadan jalb qilishlikka qiyin kechadi. Ularni o'zlari natijasi bilan bong urib chiqishsin, ularni shunaqa go'zal strategiyalar bilan yengil savdo qilish uslubiyatlari bilan jalb qilaylik hech bo'lmasa. Ana shuning uchun bepulga, tekinga beryapman mana shu narsalarni. Alloh rozi bo'lsin. Lekin men shunga ham qolamda bu kishi qilyaptini. Shunga keyin men qiziqaman, o'zim ham kod dasturlash qayta qurildim. Baribir hammasidan foydalanib ko'rdim, lekin baribir ham xatolari bor edi. O'xshadi ham endi qarayapman sizdagi shunday kod kirgizganimda har bitta termin kodlar yozilganda, buni men aytdim, ChatGPT yozmagan dedim. Odam yozgan dedim. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Shogirdimizdan Alloh rozi bo'lsin. Azizbek degan shogirdimiz, agar chatda bo'lsalar mikrofon yoqaman.
Menimcha chatda yo'qlar. O'sha shogirdimiz bilan birgalikda qilganmiz. Alloh rozi bo'lsin. Nasib bizlarga ham shu Telegram bot yoki nima deydi shu strategiyalarni ham keyingi darslarga agar o'rgatib ketasiz degan umiddaman. Xudo xohlasa. Savollarim ko'p edi, lekin unutib qo'ydim. Ko'p edi. Keyinchalik yozaman, xudo xohlasa. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xohlasa. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Tak, Alisher aka, assalomu alaykum. Alisher aka, assalomu alaykum. Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Odilbek? Sizmisiz? Ahmad, alhamdulillah. Ustoz, sizni gruppadan edim. Ha, Alloh rozi bo'lsin. O'qiganimiz siz ham kurator bo'lgan edingiz. Mashalloh. Juda xursand bo'ldim. Odilbek o'sha mana shu hozirgi strategiya indikatorni yoqish anaqasi sal ko'rmay qoldim shekilli. O'sha indikator bo'limiga kirib turib, o'sha qilingan narsani yozib turib chiqarib olamiz-da, shunaqami? Yo'q, mana qarang. Sizga hozir link tashlayman gruppaga. Shunda sizda link ustiga bosangiz, mana bu oyna ochiladi. Mana shu yerda mana raketani bitta bosib qo'yasiz. Bosish shart emas aslida. Просто bosib qo'ying. Keyin use on chart tugmasini bossangiz, o'zi sразу trading viewda ochiladi sizda. O'zi ochiladi. Avtomatik indikator qo'shiladi. Mana bunaqa bo'lib qo'shiladi. Sразу. Постоянно yo'q turadi keyin. Ha, постоянно yo'q turadi. Bunday ushlab turib, bunga yulduzcha bosib qo'ysangiz ham bo'ladi, kerak bo'lsa. Bo'ldi. Tushunarli. Tushunarli. Alloh rozi bo'lsin. Tak. Rahmat. Bobur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odil aka, savollaringiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sizdan ham hammamizdan rozi bo'lsin. Odil aka, mana Penilada yaqinda ishlashni boshladim. Umar ustozni gruppasidaman hozir. Mashalloh. Juda go'zal gruppada u. O'sha forexchilar qanday hayp qilsa, Umar ham shunday hayp qilyapti, xudo xolasa. Faqat tradingdagi natijalar. Shunday. Natijalar zo'r aka, lekin bitta muammo bo'lyapmanda, yaqinda boshlagan uchun bu yerda ana o'zi stopi, keyin take profit 1-2 qo'yilishiga o'sha narsalarda muammo bo'lyapti-da, shu uchun ancha minishga kirib ketdim. Telefonda, endi ancha ham emas, o'zimizda kamroq summa biz uchun. Keyin masalan telefonda ishlayman, shunda sразу stop bilan take profit qo'ymaymiz, chunki tepa 1, tepa 2 qo'yilmaydi-ku o'shanda. O'shanga maslahat bera olasiz. O telefonda ishlasam ham o'sha tepa 1, tepa 2 qo'yib bo'lmayapti. Uni qo'ysam stop qo'ya olmayman. Stop qo'ysam tepa 1, tepa 2 qo'ya olmayman. Stop qo'ysangiz take profit 1 qachaq bittasini qo'yib bo'lsa kerak. Yoki stop qo'ya bilaman yoki take profit qo'ya bilaman. Endi Umar aka gruppaga tashlagandilar. Mana bu stop limit bilan qo'yish kerak. Birinchi stop qo'yish kerak dedilar. Stop qo'ydim, ishladi. Take profitni uni limit bilan qo'yib harakat qilaman. Yozuv chiqibdi. Sizniki margin account emas, cash account bo'lgani uchun qo'yib bo'lmaydi, deyapti-da. Shu hammada shunaqa muammo bo'lyaptimi aka? Bu faqat bizda interaktiv brokerga bo'lish unaqa muammo bo'lgani yo'qmi? Hozir bitta ko'ramiz. Yana kimdadir savol bormi? Siz muammongizni hal qilguncha. Kimdadir savol bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Bo'lmasa shu savoliga javob berib turaman. ARR ga qo'shamiz. Assalomu alaykum, ARR. AR to'g'ri. Alaykum assalom, assalomu alaykum.